Assalomu alaykum Yoqubjon ova. Men Abdullayeva Malika. Men Uchqo'rg'ondan keldim. Jigar siroz deyishgan edi. Ko'rinmagan doktorlarim qolmadi. Olmagan ukol dorilarim qolmadi. Oxirgi ukol dorimdan reaksiya berib yubordi. Qaytib ukol olmayman, dori ham ichmayman deb sizni qidirib keldim. Eshitib qoldim. Bir oy yetib yetmas sizni damlamalaringizdan ichdi. Xudoyimga shukr, sizni tayyorlagan damlamalaringizdan yaxshi bo'lib qoldim. Qo'rimdagi ishlik ketdi. Qonim ko'paydi. Ancha yaxshiman. Oldingi kelgan holatimdan Xudoga shukr yaxshiman. Avvalo Alloh shifo beruvchi, ixlos bilan kelgandingiz. Ixlos bilan keldim. Kelganingizda qanday edi holatingiz? Oyog'imda boshim aylanib, zo'rg'a kelgan edim. Men tomiringizni ko'rgandim, keyin shu dorilarni berib. Mana chap qo'lingizni sal uvish bormi? Ozgina bor edi, lekin bu ham pasayibdi, ilgari ko'proq edi. Yo'q, ancha pasaydi. Oyog'imdagilar ham yushlab pasaydi. Bemalol yuryapsiz hozir. Xudoga shukr. Bergan surtmalaringizni ham surtayapman. Malades. Holatingiz yaxshi ancha. Endi ozgina yana davom ettiramiz. Yo'q, davom ettiraman endi. Zo'r bo'lib ketmagunimcha davom ettiraman. Shunchalik mana ixlos bilan keldingiz. Sizga Xudoyim shifo beribdi. Shifoni Alloh beradi. Allohdan hamma narsa. Biz sababchi shunga mana men sizni ko'rganimdan xursand bo'ldim. Shifo topib kelganingizdan xursand bo'ldim. Men ham 3 yildan beri bormagan doktorim qolmadi. Toshkentgacha bordim. Namangan, Andijon, Farg'ona, Toshkent hamma yoqqa borib keldim. Oxiri men topdingiz. Oxiri sizni topdim. Oxirgi dorilarning natijasi balki ilgarigi dorilar ham ta'sir qilib, yig'ilib. Balki bo'lgandir, Xudoyimga shukr. Lekin oxirgi olgan ukolimdan keyin men o'zimdan emas, bolalarimdan qo'rqib ketdim. Biz bitta men emas, oila a'zolarim hammasi xursand. Yaxshi bo'lib qolganimga. Biz O'zbekiston Xalq tabobat assotsiatsiyasi a'zosimiz. Shunaqa tabobat assotsiatsiyasini ochganlarga kattakon rahmat.